tona. Aha. 3 tona ham bor mana, o'g'a. Gap yo'q. 40 mingdan beraman. Sona. O'g'a, bularni bozor 55 ming sotyapman. 30. Assalomu alaykum hurmatli foiz obunachilarimiz. Bu to'chkani ko'pchilik yurtdoshlarimiz obunachilarimiz sog'indi skidkalarni. Bugun 31-may, ya'ni Feruz akamiz to'chkasina keldik obunachilar. Bugun bu yerda nechta kiyimlari bor, jenskiyanchik yangiliklari bor. Muskoya video davomida ko'rib boramiz obunachilar. Eng asosiysi videomizga like bosib obuna bo'lib, video davomida ko'rgan kiyimlaringiz narxini kommentda yozib qoldiring. Esa biza boshimiz obunachilar bir yandan. Tilla. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bormisiz uka? Zo'r, xudoga shukr. Bormi? Zo'r, charchash yo'qmi? Obunachilar seni sog'in qoldi-ku. Qani, ne yangilik ko'p O'ta go'zal tovarlar kelgan jenskilarni. Aha. Zo'rlari bor mana. Asab O, ko'ravering. Mana. O'g'a, bularni bozor 55 ming sotyapman. 35 mingdan o'g'a, soni cheklanmagan. Har kuni bo'ladi. 60 gacha razmeri bor. Qopli matos. ajoyib. Ranglari o'ta ko'p mana. Ranglari o'ta ko'p. Mana. O'ta go'zallari bor mana. Gap yo'q. Razmer 35 ming, 50 dan 60 gacha razmeri bor. 35 ming so'm. 35 ming so'mdan ajoyib. Ranglari ko'p o'taga. Gap yo'q. Keyin Xitoydagi kelgan o'g'a, Xitoydagi ko'ylaklar mana, yosh qizlarga mana. Mana yosh qizlarga mana. 50 ming so'mdan o'g'a, bozor 65 ming sotyapti, cho'q az bor. Ashib mana o'g'a, 50 mingdan mana. Bu 50 ming. 50 ming so'm. Xo'sh, Ajoyib. Anjolli bolalar ham 60 ming sotyapti o'g'a mana. 50 mingdan mana o'g'a. Olaveradi. Gap yo'q. 50 mingdan. Bu Rangi yoshlar uchun, bu Yosh qizlar uchun. yosh qizlar uchun, ha? Ajoyib. Keyin bu koftalarimiz bor o'g'a, bu Xitoydagi mana. Mana. Aha. Bular 50 ming so'm o'g'a, bulardan 75 ming, 80 ming sotayotgan bo'lsa kerak. Mana. Ajoyib. Bizda bu. Ina narx obunachilar. Keyin mana yubkalarimiz kelgan qizlarni mana. Aha. Bular o'g'a 30 mingdan mana. Ranglari o'ta ko'p. 30 ming so'mdan mana. Uzuni desa uzun 30 mingdan mana o'g'a. 30 ming so'm. Keyin mana koftalar kelgan mana, koftalar. Yomonlar mana. 30 ming so'mdan o'g'a saylab olaveradi. Mana 30 mingdan o'g'a. Razmer ichki bo'ladi bu. Razmer standart o'g'a bular. Razmer standart. Aziz obunachilar. Keyin mana futbolkalarimiz bor o'g'a. Futbolkalar katta-katta opalarimiz uchun. Aha. 30 ming so'mdan. Bular 30 mingmi? 30 mana. Futbolgan kattalar. Ajoyib. Bular razmer standart bo'ladi. Razmeri hamma standart mana. Neniki bular uka? O'g'a bular Xitoydan keldi mana. Oh, buninglardan kelibdi-ku, ha? Hermistik o'g'a bular. Ajoyib yangilik. Mana. Bulancha so'm? 30 mingdan o'g'a saylab olaveradi mana. Saylab olgan, ha? Saylab Ko'rsatib yaxshimisiz, Xorman? Bormisiz? Zo'r. Ko'rsating, shu duvokalardan ham keldi. Svetlari 5 xil 10 xil svetlari bor. Bularni 150 ming so'm kelishtirib beramiz. Bu koftalarni 35 ming so'mdan beraveramiz. Bular 35 ming. 35 ming so'm. 30 ming so'm. 30 ming ham qilib beraveramiz. 30 ming. Kelishaveradi. Yine bunday koftalarimiz 30 mingdan. Sotgandim. 30 mingdan saylab Bularni olaversin. ham 30 dan beraveramiz. During, mikrofon bundan turibdi. Bu sen aytib beraver abzorasi, aytaver. 30 mingdan beraveradi. 30 mingdan. Aha. Bular 30 mingdan. Bu ham 30 ming so'm o'g'a. Yubka ham 30 ming. 30 mingdan saylab olaveradi bularni. Ma qara uka, bizda muskoy qamadim ya. Muzisi yo'q amadi o'g'a, jenski Xitoydan keldi o'g'a. Ha, men xato aytibman. Mana. Mana. O'g'a mana 30 mingdan. Futbolkalar, jenski futbolkalar. Ajoyib. Keyin o'g'a mana yomonlari bor, yubkalar. Bu arzon yubka. 30 ming, 35 ming sotyapman. 10 mingdan o'g'a. 10 mingdan. Novoy. Yubka o'g'a 10 ming so'm. 10 ming o'g'a mana. Sen skidkani dahshatlanasiz. 10 ming so'm o'g'a. 10 ming. 10 ming so'mdan 10 yubka. ming o'g'a yubka. 25 ming sotishyapti bolalar, o'zimiz bolalar. Aha. 10 ming so'm o'g'a. 10 ming. Ajoyib. 10 mingdan. Soni Yurtdoshlar. cheklanmagan. 10 ming so'mdan olaveradi. 10 ming so'm. Gap yo'q. Yonlamizda chaluvlardan chiqqan kelib bor. Chalavlar o'g'a 65 ming so'm mana. Mana o'g'a 65. 65 ming so'm. Abi yamalib tikilganmaganda. Yo'q bu. Mana o'g'a bu yomonlari bu. Bitta so'm Ko'p. bu? 60 daningmi? 60 ming so'm. Sizni so'rab aytib kelsa 50 mingdan beraman o'g'a. Siz aytib kelsa 50 mingdan beraman. Ajoyib. Mana o'g'a ranglari o'ta ko'p. Gap yo'q. Ina narx, obunachilar ko'rganlaringizdek. Yana so'radi o'g'a. Yangilamiz bormi yana? Yangiliklar bor o'g'a, xudo xolasa. Ikkinchi kun yana keladi o'g'a. Yangiliklar. Bulancha so'm? Ular 30 mingdan beraman. 30 ming üstü pastmi bu? O'zi. Ya, üstü ekan. Futbolkani o'zi. Gap yo'q. Ina tilla normal yangilik qo'yibdi yana. Qo'ysa bo'laman ekan uka Ularda yangiliklar. yangilik zo'rlar kelaveradi endi bundan buyoqqa. Bir hafta yo'q olib ham ketdi uka. Bir hafta endi tovar keldi o'g'a Xitoydan. Sotiladi o'g'a. Aha. Arzon qilib beraveramiz. Optimni ham arzon qilib beramiz, pachka baho qilib beramiz. Ajoyib. Buyonlarimizda bu durg'onlanishgan nima bular? O'g'a
Og'a bular bor, faqat ikkinchi kun aksiya bo'ladi bu og'a. 55 ming, 60 ming, 65 ming sotyapti. Ikkinchi kun bundan o'ta ko'p 40 mingdan beraman. Ko'ylak ishton. Ko'ylash usti past. Usti past mana og'a ishtoni. Aha. Ishtoni ham bor mana og'a. Gap yo'q. 40 mingdan beraman. Soni o'ta ko'p. Kelaveradi. Mana. Ina. Kelishaveradi. Ajoyib narxda. Ranglari ham o'ta ko'p. Xudo xolasa. Mana ranglari ham o'ta ko'p. Razmer bor. Razmer yo'q, 5 standart. 60 standart. razmer keladigan yompalarga bo'laveradi mana. Aha. Mana. Ina. 40 mingdan bir kun. Ajoyib. Ina obunachilar ko'rganlaringizdek, xudo xolasa yangiligimiz bo'laveradi. Bu usti pastmi u? Qaysi? Ishi. Bumi? Ava. Bular og'a 200 ming sotishga buni 150 ming qilib beraman. O'ta ko'p rangi bor. 150 mingdan qilib beraman. Siz aytib bersa bundan ham arzon qilib beraman. Ajoyib. Ina. Obunachilar ko'rdingizlar. Asal shu yangiliklarimiz hozircha, to'g'rimi? Xudo xolasa shu ikkinchi kun yana keladi og'a. Ikkinchi yana skitkamiz bo'ladi, Ikkinchi ya'ni skidka yana davom etadi. 2-may kuni. Ikkinchi iyun kuni. Ha, va 2-iyun kuni. Men uzr. Obunachilar, orientini tushuntirib qo'ying. Ko'pchiligi obunachilar yodidan chiqqan bo'lsa, Urganch Dehqon bozor, bu yerimiz Pavilon taraf, bu yerimiz 5 blokning yonida. Ya'ni Pavilon tarafdan chiqib kelaverishingizda o'ng qo'llaringizda bo'ladi ish. Rahmatullohning tochkasi bemalol kelaverasizlar. Yana ko'rganlaringizdek apkalar, videoni ko'rdingizlar, like va obunani bosib qo'yinglar va undan tashqari videomizni ko'rib turib, barcha yurtdoshlarimizdan like bossa xursand bo'lamiz. Video davomida ko'rgan kiyimlaringizni narxi arzon qimmatligini yana bir aytaman, yozib qoldiring. Video davomida ko'rgan kiyimlaringizni narxini kommentda kutamiz. Asa, sodalari baraka ukam. Yaxshi. Sog' salomat bo'l. Kelaverasizlar har doim.